Assalomu alaykum, Dilshod Bigiz ashaddiy obunachilar. YouTube ishqozlari mana bunday chorva ishqozlari. Mana bugunda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idamiz obunachilar. Bugungi soni 5 bosh buzoqlar zo'ridan bas. Sifatlisidan ko'chatidan. Narxini ham qo'ldan kelgancha bozordan arzon chiqarib beraman obunachilar. Videomiz boshida like bosib, obuna qo'yishni unutmaysizlar. Xolos hammasini yeb ichlari zo'r. Hech qaysi biri yo'talmaydi, yashin kasal bo'lmagan. Shu o'zimiz uyda baqlayotgan buzoqlar. Bu narxga kelsak obunachilar, shu ola 11,5 million so'm kami bor. Telefon qilsangiz xayrisini o'tib beramiz. Bunisi esa obunachilar, bunisi 10,800,000 so'm. Mana yeb ichini ko'rib turibsizlar obunachilar. Mana dagina so'z kelar. Bu sariq shvetiga kelsak obunachilar, o'zi oq tumshuq bu. Mana obunachilar. Og'odam mazza qilib boqar obunachilar, xohlasa. Bu narx obunachilar 10,300,000 so'm kami bor. Tez telefon qilib aloqa chiqaverasizlar, xohlasa. Bu olasiga kelsak obunachilar, bunisi ham 11,5 million so'm. Ozmoz kami bor. Bemalol behijolat telefon qilib aloqa chiqaverasizlar 27 ga. 24 7 dedi. Bunisi kelsak obunachilar, bunisini ham 11,5 million so'm qilib beramiz. Shunaqa 12 million so'm deb o'tirishni hojati yo'q. Dirsir tez sotaman, yana olib kelaman obunachilar. Buzoqlar yoqqan bo'lsa obunachilar bemalol telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Xolos aytilgan narxlar muhim emas. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar obunachilar.